ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. افغانستان ملی تلویزیون و ملی نیوز مخلصلار السلام علیکم و رحمت الله برکات. Bugün Düşenbe Hicri Quyosh 1404 25 Hut miladi 2026 yili 16 Mart bu kecha soat 9 O'zbeki yangiliklarga xush kelibsizlar. Men Zangla Fadaviy. Islom amirligi rahbari Oliy qadr Amir al-Mu'min hafizahulloh taolo qutlov payomi orqali Ramazon hayit bayrami yetishib kelishi bilan Afg'oniston mujohid va musulmon xalqi hamda dunyo musulmonlariga tabriklab ko'paytirishcha Alloh Jalla Jalaluhu nasrati va afg'on xalqining qurbonliklari barakati hamda Islom amirligi mujohidlarining charchamasliklari bilan Afg'oniston xalqi boshqa har bir zamondan ko'ra yaxshi amniyatda yashaydi. Islom amirligining zaimi shuningdek o'z so'zlarini boshqa bo'limida ko'paytirishi munosabat bilan qutlov payomida aytishicha, sizlar shuningdek shar'iy nizom barqarorligi uchun qurbonliklar berdingiz. Shar'iy nizom saqlanishi va mas'ullardan butun suratda itoat qilishi uchun sa'y qilingizlar. مسلمانانو ته د دې مبارکې میاشتې د عبادتونو د قبولیت د دعا ترڅنګ د اسلامي ورورولۍ او د مرستو یو بل د لاسنیوي موضوع ته اشاره شوې ده او له خلکو غوښتي دي د اختر په مناسبت شتمن هیوادوال له بېوزلو یتیمانو او اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي، په ټولنه کې د همدردۍ روحیه پیاوړې کړي. دا راز پر یووالي او د اختلافاتو پر مخنیوي او د قومي ژبني او سمتي تعصباتو پر مخنیوي ټینګار شوی ده. دا راز د اسلامي نظام د ملاتړ غوښتنه شوې ده. بهرني سیاست کې د اسلامي نړۍ او نور هیوادونو سره پر روابطو هم خبره کړې. په دې پیغام کې ویلي چې اسلامي امارات غواړي له اسلامي نړۍ سره د اسلامي ورورولۍ پر بنسټ او له نور هیوادونو سره د متقابل احترام پر اساس اړیکې ولري او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه مداخلې پر اصل ټینګار شوی. په پای کې د افغانانو او ټول اسلامي امت لپاره د سولې، یووالي او بریا دعاوې شوي. Islom amirligi so'zlovchisi muavini Mulla Hamdullo Fitratning aytishicha, o'tgan 24 soat ichida Pokiston harbiy rejimining Nuriston, Xo'st, Kunar va Paktika viloyatlari chegara hududlarida havon va to'p orqali qilgan hujumlarda 4 tinch aholi shahid bo'lib va 9 kishi yaralangan. Guzarishga ko'ra, Xo'st viloyati Alisher, Zozay maydon va Gurbaz tumanlarida necha yashash uy nishonga olinib, uning natijasida ko'plab ayol va bolalar shahid bo'lib va yaralangan. Shuningdek, Kunar viloyati Nori tumanida to'p desi kelib tushishi oqibatida bir uy yonib ketgan. Boshqa tomondan Paktika viloyati Shekin va Barman tumanlarida o'nlab havon o'qi otilib, bo'shatilgan uylar va ayrim ta'sirot nishonga olinib, biroq joniy talafoti bo'lmagan. پرلپسې څو ځله په قصدي توګه ملکي کورونه او عامه تاسیسات پرشه کړي چې د یادو هوانونو او توپونو په نتیجه کې زموږ 4 تنه ولسي هیوادوال شهیدان شوي او 9 تنه نور یې ټپیان شوي دي. Suv barq vaziri Mulla Muhammad Yunus Oxunzoda Qandahor viloyati Arg'uniston tumanida joylashgan Lura to'g'oni hududidan ko'rib chiqdi. Bu ko'rib chiqishda suv barq vaziri qararodagi shirkat rasmlariga imkon sanji mutolaat ishini 3 mahvarda boshlantirib va uning ichidan birtasini amalga oshirish uchun tanlanishga buyruq berdi. Demak, Lura suv to'g'oni loyihasi imkon sanji mutolaati va tafsilot dizayni 102 million afg'on xazinasi bilan Afg'on-Jarman qararodagi shirkati bilan imzolangan va uning asli maqsadi esa mantiqa ekinzor yerlari sug'orilishidir. Qishloqlarni rivojlantirish va qayta tiklash vaziri Mulla Abdullatif Mansur Parvon viloyati hokimi Shayx Azizurrahmon Mansur bilan uchrashdi. Uchrashuvda Parvon hokimi ushbu viloyat yashovchilari qiyinchiliklarini matrah qilib va suv yetkazish hamda sarak qurish bo'limida ko'plab loyihalar amalga oshirishni so'ragan. Qishloqlarni rivojlantirish vaziri mavjud imkoniyatdan foydalanib Parvon aholisi uchun kengaytirish barnomalar va kerakli qulayliklar yaratib berishga ta'kid qilgan.
Suv barq vaziri Mullo Muhammad Yunus Oxunzoda huzuri bilan Qandahor viloyati Mayvan tumaniga joylashgan Bandi Temur mintaqasida 110 million afg'on xazinasi bilan suv bir loyihasi ishi boshlandi. Ushbu loyiha bir kanal, suv sarbandi, istinodiy devor va 5 kichik ko'prikdan iboratdir va uni tugalishi bilan 18 hektar yer sug'orilishi mumkin. Ish va ijtimoiy ishlar vazirligi Fitr hayiti bayrami munosabatini mamlakat bo'ylab Shavol Mukarram oyining 1-sidan boshlanib 3 kunga umumiy ruxsati e'lon qildi. Ushbu vazirlik e'lomiyasi asosida Fitr hayiti bayramidan so'ng imoratli ishlovchilar ish vaqti shanbadan chorshanbaga qadar erta tomonidan soat 8 dan boshlanib, tushdan keyin soat 4 ga qadar davom topib va shuningdek payshanba kunlari esa ertalab 8 dan boshlanib va tushdan keyin 1 ga qadar davom topishi mumkin. Afg'oniston Milliy muzeum rasmiylari aytishicha, har kunda yuzlab kishi bu muzeumdan ko'rib chiqadilar. Ushbu rasmiylari aytishicha, Milliy muzeumdan ko'rib chiqishlari raqamida o'tgan yildan ko'ra ko'p bo'lgan. Afg'oniston Milliy muzeum rasmiylari ushbu muzeumda ichki va tashqi ko'rib chiqishlar mezoni ko'p bo'lishidan xabar berib aytishlaricha, shahar aholisidan alova Afg'onistonda tashrif keltirgan chet el turistlar ham Milliy muzeumdan ko'rib chiqadilar. ما داریم روزانه که حدود 600-700 Har kunlab bilim yurt 600-700 o'quvchi va o'qituvchilar Milliy muzeumdan ko'rib chiqadilar va shuningdek chet el yuzlab aholisi bu yerda keladilar. که از موزیم ملی دیدن به عمل میارن. Boshqa tomondan Afg'oniston Milliy muzeum muzeumchilar bo'yicha omiri aytishicha, osor rojislari tarmim, tekshirish va davrabandligidan alova o'tgan yili Badaxshon va Lugar viloyatlarida 2 muzeumning faol qilib va bu tizim davomi bor. پلان‌های وسیع دیگر را روی دست داریم. Keng ko'lamda planlar qo'l ustida olingan. Ayrim muassasalar bilan biz bilan hamkorlik qilishlari mumkin. Ular hamkorligi va axborot va madaniyat vazirligi himoyati bilan ayrim viloyatlarda muzeum ijod qilishni istaymiz. Chunki bu haqda aholi istagi ko'pdir. زیاد است. Ayni holda mamlakat ayrim yashovchilari viloyatlarda Milliy muzeum rasmiylari faoliyatlaridan olqishlab, o'z viloyatlarida muzeum ijod etilishini istamoqdalar. Panjshir viloyatida aligacha ijod etilmagan Islom amirligidan muzeum ijod etilishini istaymiz. Muzeum aholi kimligini ko'rsatadi. Vardak viloyatida ham yo'q. Islom amirligidan Vardak viloyatida muzeum ijod qilishni istayman. Milliy muzeum rasmiylarining aytishicha, o'tgan yildan haligacha ayrim davralardan 4 ko'rgazma muzeum mahvatasiga barguzor etilgan va joriy yil jarayonida ham ayrim davralardan osarlar namoyishgohi ushbu muzeumda barguzor etilishi mumkin. Aziz va qadrli muxlislar, o'zbeki yangiliklarimiz mana shundan iborat. Ina uchrashguncha har biringiz Tangri taologa topshiman. Ayyomlaringiz har doim xushlik va xursandlik bilan o'tsin. Yaxshi kecha. ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو